Barcha o'zbek fuqarolari diqqatiga. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugun tongda yana bir mudhish falokat sodir bo'ldi. Barcha o'zbek xalqining ko'nglini ta'bini xira qiladigan yomon xabar tarqaldi. Hurmatli tomoshabin, video rolgimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Namanganda baxtsiz hodisa. Namanganda 16 yoshli qiz mashina haydab onasi va singlisining o'limiga sabab bo'ldi. Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumanida fuqaro o'zining boshqaruvidagi Spark mashinasini hali voyaga yetmagan haydovchilik guvohnomasi bo'lmagan 16 yoshli qiziga ishonib topshirgan. Haydovchining o'rniga qizi old o'rindiqqa o'zi o'tirgan. Orqa o'rindiqda esa qizning onasi va 10 yoshli singlisi bo'lgan. Voyaga yetmagan qiz mashinani boshqarib ketayotgan vaqtda yo'lning xavfli burilish qismidan o'ng tomonga burilayotgan vaqtida rul boshqaruvini yo'qotgan va Andijon kanaliga tushib ketgan. Hodisa sabab orqa o'rindiqda bo'lgan ona va kichik qizaloq nafas yo'liga suv tiqilishi sabab vafot etgan. Mashina boshqargan qiz va uning dadasi tan jarohati bilan shifoxonaga yotqizilgan. Ota-onalar ogoh bo'ling. Voyaga yetmagan farzandingizga mashina kalitini aslo ishonib topshirmang. Video rolgimiz ostida esa bir dona like tugmasini bosib, barcha ota-onalarga o'rnak bo'lishi hamda o'zbek xalqiga yetib borishi uchun o'z hissangizni qo'shishni yodingizdan chiqarmang.